Assalomu alaykum Termiz uy bozor a'zolari, sizlarga Yashil dunyodan 7 qavatli g'ish uylarning 7-qavatdan umumiy majoni 56 kvadrat bo'lgan tayyor remontli kvartiramizni sotuvga chiqaramiz. Videomizga hozir like tugmasini bosib qo'ying. Tanishtirishni boshladik. Ko'rib turganingizdek, tashqi eshigimiz, asosiy eshigimiz, kattagina koridor. Koridorga kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bizda aboy qilingan ota-onalarimiz uchun spanxonasi. Aynan spanxonasida butun Yashil dunyoning atmosferasini his qilishingiz mumkin, ya'ni balkon joylashgan. Eng asosiysi a'zollar g'ishlik uylardan bo'lyapti. 7-qavatda joylashgan, liftlarda aslo muammo yo'q. Liftlar 24/7 ishlaydi. Kelishimiz bilan o'ng qo'limizda mana shu kattagina mehmonxona. Narxini boshdan aytib o'tamiz. Narxi 410 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida kelishadigan joylar mavjud. Bu uyimizda aynan siz naqd yoki ikkilamchi tarzda xarid qilishingiz mumkin. Katta mehmonxona chiqishimiz bilan koridordan to'g'ri yuradigan bo'lsak, bizda dushovoy bilan hojatxonasi birgalikda to'liq remontdan chiqarilib qo'yibdi. Ko'rib turganingizdek, aynan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda oshxonasida katyonlar joylashgan. Bog'lanish uchun pastda raqam qoldirilgan, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin.